Google Maps deb yozamiz. Google Mapsga kiramiz. Asosan masjid loyihalayotganda binoni qibla tarafga qaratib loyihalash kerak. Buni qanaqa qilib aniqlash mumkin? Bu uchun prilojenelar bor, sajda va boshqa prilojenelar qiblani ko'rsatadigan. Lekin bizga masalan aniq, o'ta aniqlikda aniqlamoqchi bo'lsak, Google Eos degan programma bor. Yo'kida bizga oddiy Google Maps orqali ham aniqlasa bo'ladi. Buning uchun bizga ma'lum bir lokatsiya kerak bo'ladi. Masalan, mana bitta Qo'zrabot masjidi bor, to'g'rimi? Xo'p, Qo'zrabot masjidi. Bu yoqda, demak, birinchi mishka o'ng tarafini bosamiz, Google Mapga kirdik. Qo'zrabot masjidi yoki shu o'zimiz lokatsiyani topdik. Manzilda o'ng tarafga bosdik. Izmerit rasyanani bir marta bosdik. Mana nuqta paydo bo'ldi. Nuqtani aynan biz shu territoriyani hududni markaziga joylashtirdik. Keyin mana bu poisk joyiga yozamiz. Demak, Makka. Mana ikkinchisini bosdik. Mana Saudiya Arabistoni Makka degan yozuv chiqdi. Xo'p, mana katta bo'lib chiqdi. Biz yaqinlashtiramiz. Markazida bilamiz Ka'ba bor. Ka'bani belgilaymiz markazini. Mana yaqinlashtiryapmiz. Demak, Masjidil Harom mana Ka'bani demak markazini masalan belgilaymiz. Mana belgiladik. Kilometrda chiqdi. Shuncha kilometr. Endi uzoqlashtirsak bizda chizuv paydo bo'ldi. Yer dumalog'ligini hisobiga ozgina nuqilish nuqtasi bor. Endi o'zimiz hududga qaytib kelamiz. Qaytib keldik. Ko'ramizki, bizda mana aynan qiblaga qarab joylashgan masjid. Qibla bu yoq tarafdaligini ko'rsatyapti. Demak, biz Pustoy, ya'ni bo'sh yer maydonini ham loyiha qo'yganda shu orqali aniqlash imkoniyati bor ekan.